Mayram xolamizni, shoira jiyanimizni yana bir bor davra to'riga, to'yxonamizning badiiy markazimizga hurmat va ehtirom ila chorlab qolamiz. Aziz onajoning boshing silaydi. Senga Allohdan baxting tilaydi. Senga zorra yomonlikni bilmaydi. Payg'ambarga ona bo'lgan onalar. Kimlargacha Muhammadning iymoni, kimlargacha Temuriylar zamoni, kimlargacha pok insonlar armoni, tilaguvchi ko'ngli daryo onalar. Xushkelibsizlar. Markazga turib olamiz. Markazga turib olamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Birin ketin asta-sekin bir-birimizga mikrofon uzatgan holda chiroyli tabriklarni chiroyli qilib egalariga yo'llab qo'yamiz. Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqning sofligini sizga tilayman. Insonning pokligini sizga tilayman. Dunyoda qanchaki yaxshilik bo'lsa, hammasini sizga tilayman. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar hamda mezbonlar, ilm yugurib xizmat qilayotgan mehmonlar. Mana bugun Umidoyni farzandlari Muhammadga ummat bo'layotgan kuni ekan. Shu sabab bilan Umidani sog'lik salomatlik tilayman Umidoyga. Kuyovlar qo'shcha qarisin, topganlari yaxshilik kunlar bo'lsin. Bolalarini huzurini ko'rsin. Mana bizlar Urgut rayonida Qayroqli qishlog'idan tabriklaganib keldik. Ertalab soat 5da chiqib yetib keldik. Umidoxon bolalarimni huzurini ko'r. Kelinlar qilib qizingni chiqargan to'ylaringga ham nasib bo'lsa qatnashaylik. Gul va bulbul bo'linglar. Gul shoxiga qo'ninglar. Kuyov bilan ikkovlaring rabchi boqib bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli martiblar, dunyomizda turmushga martiblar, chiroyli onaxonlar, chiroyli kelinlar, chiroyli nevaralarimiz, hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli mana sizga o'tirgan jamiki ota-onalar, ota-onalar, mana bugun chiqadigan bilan Umidoyga kunlar yetgan Salomat bo'linglar. Endi mana Alibekning sinfdoshlari qani? Bo'ladi, qo'shiq bo'ladi. Qani Alibekning sinfdoshlari? Kim tabrik bildiradi Alibekning sinfdoshidan? Ustozlari bormi? Ustozlari bormi Alibekning ustozlaridan? Sinfdoshlarini shunday taklif kiritishdi, sinfdoshlarini chiroyli sovg'alari bor dedi. Qani kim gapiradi? Kelamiz. Alibekning sinfdoshlari hammamiz kelamiz mana yerga. Kelinglar. Ana. Sinfdoshni tanlamaysan, sinfdoshni Xudoyim Taolo o'zi sinfdosh qilib qo'yadi. Qani ustozi kimdan? She'riyatlab kelganlar bordir, ha? Qani men mikrofonni ushlab turaman, chiroyli tabrik bildiramiz, ha? Do'stlarim, ularga qolgan do'stim bormikan? Eng yaqin inson do'stim sen saqlagan fido etib bir do'stimni qalbingdan chiqarmasdan. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va aziz mezbonlar. Albekning sunnat to'yi bilan tabriklayman. Yuzlarga to'lsin, ota-onasini baxtiga sog' bo'lsin. Nimaki niyatlari bo'lsa, niyatiga yetib yursin. Katta yigit bo'lsin. O'qimishli bo'lib, o'qishlarga kirib yursin. Salom. Men bunchalik tabrik bildira olmayman. Qani Alibek shu yerdami? Endi bir chiroyli qarsak bo'lsin, Jahongir bir chiroyli tush bo'lsin. Alibekning sinfdoshlari chiroyli qarsak, qani qarsak sinfdoshlar nomidan qarsak tabrik sovg'a. Ana. Yashasın. İbo ishonadan tushunsa katta yigit bo'lsin dedilar. Endi mana shu bolalar uchun chiroyli musiqa bo'ladi. Bolalar Alibek bilan birgalikda. Ustozlari ham birgalikda raqsga qani ketdik. Yosh bolalarimizda raqslarga. Qani bolalar o'ynaymiz, bolalar qizlar qani ketdik. Hop sizlar uchun. Chiroyli qo'shiq bilan qani ketdik. Ana
Gülse kalpayda, yolulmasa boyda, istemece saklanır, yergeleşim kayda. Ezelden uzakta, resmen kazakta, sapılsın yürgen dostlar, alışsa yolda. Gülse kalpayda, yolulmasa boyda, istemece saklanır, yergeleşim kayda. Ezelden uzakta, resmen kazakta, sapılsın yürgen dostlar, alışsa yolda. Yanımda curalarım var, uyarımda yanımda. Yaşayamam gülümde, curalarım var, curalarım var, curalarım var. Her yanımda bir yanımda curalarım var, tuylarımda yanımda, kalbim hayvanda. Yaşayamam gülümde, curalarım var. Onasi Umidani taklif etamiz ekan. Toy bolani atagan guldastalari bor ekan. Jannatim onam guldastalari. Umida qani? Toy bolani voliy muhtaramalar, albatta yuraklarning tagida 9 oy ko'tarib dunyoga